ota-ona nima qiladi? Ota-ona farzandini mana bunaqa ushlaydi, ochiq-oydin bu haqida gaplashishmaydi, tim bo'lib bizning o'zbekchilikda. Bu tema yopiq. O'zlari nima qilishadi? Internetdan qidirishadi. U yoqdan bu yoqdan. Men farzandlarim ham menga 2 yil oldin bu savolni berishgan. Bu savol deganda farzand qanaqa paydo bo'ladi? Endi men, конечно, nima deydi? Sal qog'ozga o'rab, chiroyli qilib tushuntirganman. Va undan keyin men nimani tushuntirishni boshladim bolalarga. Nima uchun insonda ishtiyoq paydo bo'ladi shu temaga, keksga? Chunki bu запретный tema. O'zbeklar uchun. Ne только o'zbeklar, musulmonlar uchun deylik, nima bo'ladi? Uyat bo'ladi. Aslida bunda olib qarasak, запретный плод постоянно nima bo'lgan? Shirin bo'lgan. Запретный плодga hamisha hamma intilgan. Boshida ham запрет bo'lgan, o'shanga intilishgan. Bilasizlar, kim haqida gapirayotganimni tarixda. O'shaning uchun bu narsani запрет qilish o'zi birinchidan sal xato. Farzandlarga, o'sib kelayotgan avlodga. Bu haqida o'zi darsliklar bo'lishi kerak. Bunda olib qaraganda, ba'zi maktablarda balki tushuntirishayotgandir-da, lekin juda ham ochiq tushuntirilmayapti. Nima uchun? Men bolalarimga shu narsani tushuntiryapmanki, bizning organlarimiz, hamma organimiz kerakli bo'lgan joyda Xudoyim berganligi uchun, shu narsa bo'lganligi uchun, u ham bitta funksiyani bajarishi kerakligi uchun bor. U uyatli emas.